AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyni dunyodagi eng yaxshi savdogar deb atadi. Bu haqida Oq uy rahbari Fox News telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Trampning ta'kidlashicha, Zelenskiy AQShga tashrif buyurganida quruq ketmaydi. Aksincha, doimo qanchadir summa olib ketadi. Menimcha, u eng yaxshi savdogar, mendan ancha yaxshi. Zelenskiy Washingtonga kelganida har safar 100 milliard dollar, ya'ni 100 milliard, yana 500 milliard olib ketadi. Oxirgi safar esa atiga 60 milliard oldi degan Oq uy rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, AQShning Kongress a'zolari Zelenskiydan norozi. Kongressdagilar bu pullar qayerga ketayotganini so'rayapti. Bu esa faqat cheklar va naqd pullar yuboramiz. Ular qayerda degan Tramp. Ma'lumot uchun, AQShning sobiq hukumati a'zolari 2022-yilning fevral oyida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro boshlanganidan keyin Kiyevga 113 milliard dollarga yaqin harbiy, iqtisodiy va gumanitar yordam ko'rsatdi.